İctimai uçur vasitalaridagi adab qoidalari. Abduri Muhammad Yusuf. Dunyoda har qandaq bir ishning adab qoidasi bo'lgandek, WhatsApp, Facebook qatorliq ijtimoiy uchur vositalarini qo'llanishning albatta bir qism adab qoidalari bo'ldi. Ko'p vaqtdan beri ijtimoiy uchur vositalarida ko'rilayotgan bir qism ahvollar meni bu mavzuda izlanishga va qalam tavatishga undadi. Hurmatli o'qirmanlar, tövəndə qısqa qılıb bir qancha мәселəni sizlər bilan ortaqlaşışni layiq gördüm. Birinci, öz ismini qo'llanish. Har bir odamning o'z ismini qo'llanishi va o'z ismi bilan o'ttirg'i chiqishi shu kishining jamiyatdagi o'rnini va ahamiyatini ko'rsatadi. Har bir odam qimmatlik, har bir odamning ismi muhim va chiroylidir. Sizning ismingiz dadingiz tanlagan, imom o'ng qo'lingizga azon, so'l qo'lingizga takbir aytib qo'ygan to'limi chiroyli qismdir. Bo'libmi, millatimizning o'limalari, ziyolilari, yetakchilari o'z ismi bilan tanilishi va o'zlarini xalqimizdan yo'chirmasligi kerak. Navoda o'z ismingizni qo'llanishga o'ziringiz bo'lsa yoki afsiz deb qarasangiz, u chaqda o'zingiz xohlagan biror mavhum ismni ishlatsangiz bo'ladi. Chunki har kim o'zining ahvolini obdan biladi. Agar kamtarlik qilganlikdan yoki riyo bo'lib qolarmi degan ansirash tufayli o'z ismingizni chiqarishdan voz kechgan bo'lsangiz, buningga hech bir hojat yo'q. Chunki bu kamtarlik emas, o'z ismini namoyon qilish riyo emas. Agar siz dushmanlarim meni bilib qolmasin deb o'z ismingizni yushirgan bo'lsangiz, bu hozirgi vaqtda to'g'ri emas. Chunki siz mayli ismingizni, o'zingizni, hatto uyg'urligingizni yushiring, sizning dushmaningiz sizni do'stim demaydi. Bizning bugunimiz unchavala ehtiyotning zamoni emas. Navoda siz bek muhim odam bo'lib ketganlikdan o'zingizni yushirmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, undaqda ijtimoiy uchur vositalariga qatilmang. Chunki ehtiyotning yo'li shu. Siz har qancha muhim odam bo'lib ketgan bo'lsangizmi, Robiya xonimdan, Dolqin Aysodan va Hidoyatulloh O'g'izxondan muhim emas. Siz dushmanlarning nazarida ularchilik xatarlikmi emassiz. Halbuki ular kurashlarni o'z ismida qilyotidi. Ikkinchi, yozmalarning avtorlik huquqiga hurmat qilish. İctimai uchur vositalaridan birarsiga biror yozma yo'llaganda, uni o'z yozgan bo'lsa o'z ismini, agar boshqa joydan akilib chaplagan bo'lsa, manbasini eskartib qo'yish eng aqalliy qoidadir. Ba'zi qarindoshlar yozmamga ismini yozsam, ixlosga daxli yetib qilishdan ansirayman deyishi mumkin. Bu o'rinsiz ansirashdir. Chunki ixlos degan qalbda bo'ladi. Siz riyoni ko'zlamagan ekansiz, albatta siz ixlos bilan ish qilgan bo'lasiz. Ammo sizning o'z yozmangizni, birovga bergan javobingizni, biror maqol haqidagi tahlilingizni ismsiz chaplab qo'yman desangiz, bu mas'uliyatsizlik bo'ladi. Dunyoda hech qanday kitob, hech qanday maqola avtorning ismi yozilmasdan besilmaydi va e'lon qilinmaydi. Hech qanday gazet jurnal biror yozmani avtorning ismini yozmay chiqarishni qabul qila olmaydi. Chunki siz o'zingiz yozgan yoki boshqa yerdan akilib chaplab qo'ygan har bir narsangizga o'zingiz mas'ul bo'lasiz. Avval Alloh taolaning oldida, ondan xalqning oldida mas'ulsiz. Siz chaqirsiz ism bor, tutsiz sepi bor, qimmatlik insonsiz. Nima uchun o'zingizni yushirsiz? Yozma yozsam o'z ismimni e'lon qilmay avatishni yoqtirman deydigan qarindoshlar bu masalani obdan o'ylab ko'rsa bo'ladi. Uchinchi, ha deganda boshqalarga ustozlik qilmaslik. İctimai uchur vositalariga asar yoki yozma, ovoz va yoki video yo'llaganda boshqalarga o'gitib qo'yman. Ularga saboq berman deyishdan saqlanish kerak. Chunki siz bilganni boshqalar biladi. Siz tushunganni boshqalar tushundi. Siz avatgan narsangiz orqali ularni olim qilib o'tolmaysiz. Faqatla ma'lumot bergan bo'lsangiz yoki eslatgan bo'lsiz, xolos. Shunga siz o'rtaqlashish ham bahrlanish asosida yo'llanki, hargiz ustadlik qilmang. Shu chaqdagi kishilar sizning yo'llagan narsangizga hurmat ko'rsatadi. Bizda bilimi cho'ng'i emas, qoni cho'ng qiziqadigan yengil pozitsiya biroz umumlashib qolgan. Kimning ovozi bek chiqsa, kim vaqirab-chaqirab so'zlasa, ashuni olim deydi. Amaliyot dal buning aksicha. Ya'ni siz qanchalik siliq sipoyi muloyim bo'lsangiz, boshqalarning tuyg'usi va fikriga hurmat qilishni bilsangiz, shuncha hurmatingiz ziyoda bo'ladi. 4. Munozara sizning sapoyingizni o'lchaydigan eng yaxshi o'lcham.
Torlarda erkek yoki kishi ekanligini bilgili bo'lmaydigan g'alit ismlar bilan kishilarni tillaydigan, din uchun, vatan uchun ish qilayotgan kishilardan ayib izlab, ularni rasvo qilishni kesib qilib olgan nurg'un kishilar bor. Ularning ko'pinchisining maqsadi nihoyat aniq. Ya'ni faqat munozira uchunla munozira qilish. Hargizmi munozira orqali o'rtaq nuqtani yoki haqiqatni tepish emas. Shuning uchun bu xildagi kishilarga yo'liqqanda eng yaxshisi ularning yozgan va so'zlagan narsalarga ko'ngil bilmaslik. Ularga raddiya berman deb avora bo'lmaslik. Ularni shu bechoralik holida tashlab qo'yish lozim. Mundaq ismi ma'lum bo'lmagan kunubki qahramonlarning yo'llagan narsalarini boshqa joylarga yo'llab o'rtaqlashish ularning yomon g'arzi uchun ketman chapqonlik bo'ladi. 5. Bir mavzuni hamma to'pga yo'llamaslik. Yaqin vaqtlarda kishilarni jaq to'yg'izib o'tgan ishlarning biri o'xshash bir mavzuni hamma to'pga yo'llab, arq-arqadan kelgan tiring-tiring ovoz bilan rahatsiz qilishdir. Siz bunda qilish orqali kishilarga yaxshilik qilaman deb turib, ularni rahatsiz qilib qo'ysiz. Siz ko'zlagan kishilar asosan hamma to'pda bor. Agar siz to'pni tekshirib ko'rsangiz, siz taniydigan do'stlaringizni hamma to'pda ko'rsiz. Shunga eng yaxshisi siz birla to'pga yo'llang. Agar siz yo'llagan narsa qimmatli bo'lsa, boshqalar uni tarqitadi, siz buningdan xotirjam bo'ling. 6. Tema yoki yozma yo'llashdan burun uning qimmatini mo'ljallash. Ba'zi qarindoshlarimiz o'zim o'qib baxmagan yozmalarni har xil to'plarga, ijtimoiy suplarga yo'llaydi. Bu asli intayin mas'uliyatsizlik bo'lib, aslida uni yo'llashdan burun tafsili o'qib biqish va shu to'pdagilarga munosib kelgan yoki kelmaydiganligini mo'ljallash intayin muhim. Aloqa vositalarida to'p qurgan ko'pincha kishilar asosan bir fikr, bir mavqega ega kishilar bo'lib, ularning qiziqadiganlari o'rtaq yoki yaqin bo'ladi. Demak, ma'lum bir to'pdagi kishilarning salohiyati shu to'pning qurilishdagi markaziy muddaodan derak bera oladi. Undaq bo'lgankan, to'plarga uchur yo'llaydiganlar yo'llamoqchi bo'lgan narsalarning shu to'p ahlining qiziqish doirasida yoki emasligiga alohida e'tibor berish kerak. 7. So'zlaguvchining yoki yozuvchining muddasini aniq tushungandan keyin ifoda bildirish. Ba'zida ijtimoiy suplarda bo'linayotgan munozirlarga qarab, odam yaqsin ishlamay turolmaydi. Bir qancha, hatto bir necha yuz odam biror masala to'g'risida munozir qilishdi. Biror avtorni yoki so'zlaguvchini ayblashidi-yu, o'zining tushunish iqtidoridan aslo gumon qilib boqmaydi. Bizda so'zlaguvchida ayb yo'q, anglaguvchi to'g'rilab anglasin deydigan hikmat bor. Ha deganda boshqalarning qarashini burab, xatoga chiqarish yoki qasddan tirnoq ostidan kir izlab yozmada o'ttirib qo'yilgan fikrni markaz ideyadan chatnatib o'tish saposiz, axloqsiz kishilarning qiliqidir. Birov xato so'zlagan yoki xato yozgan bo'lsa, prinsip jihatdan xatolik bo'lmay, qalam savalligi yoki ifodadagi g'alat bo'lib qolsa, uningga kirishib olmaslik lozim. Navoda prinsip jihati xatolik bo'lgan taqdirda yana chiroyli, pokitlik holatda o'zining qarashlarini o'ttirib qo'yish bilan kifoyalanish kerak. 8. Bahoni shaxsga emas, yozma yoki nutqning mazmuniga qarata berish kerak. Birovning fikr qarashi bilan uning salohiyatini, shaxsiyatini aralashtirib olmaslik kerak. Fikir to'g'ri bo'lsa, insof bilan qabul qilish, xato bo'lsa, chiroyliqcha tark qilish yoki inkos bildirish lozim. Bir qism to'rdoshlarning ba'zi avtorlarning maqollalarini yoki nutqlarni "Mengo o'qib boqmadim, mengo anglab boqmadim" debla ayblashga tushganligini uchirtib qolamiz. Bu intayin tayin yo'q bir pozitsiya. Anglab boqmagan, o'qib boqmagan kishining fikr o'ttirib qo'yish haqqi bo'lmaydi. Bu intayin aqalli bir qoida. Ba'zi biz oddiy deb qaragan kishilardanmi bizning aqlimizga kelmagan isir fikrlar va qimmatlik durdanlar chiqib qoladi. Shuning uchun kimdan anglaganlikqa emas, nimani anglaganlikqa bakrak ahamiyat berish muhim. Mashhur olimimiz Abduqodir Domillam so'zlashni o'rgangandek anglashni o'rgan degan edi. Mening qarashimcha, bir odamning qanchalik no'ch so'zlaydigan bo'lishidan qat'iy nazar, u savrchanlik bilan anglash va anqirishni o'ziga yor qilmasa, baribir yaxshi suhbatdosh hisoblanmaydi. Shaxsga bo'lgan baho faqat uning bilan quduboji bo'lish yoki keyindan aysh zarur bo'lgan vaqtlarda muhim bo'ladi. Uningdan boshqa vaqtlar birovning fikri bilan uning salohiyatini, shaxsiyatini aralashtirib olmaslik kerak.
Fikir to'g'ri bo'lsa, insof bilan qabul qilish, xato bo'lsa, chiroyliqcha tark qilish lozim. 9. Raddiyani siliq va ilmiy berish. Siz boshqalarning yozmasiga raddiya bermoqchi bo'lsangiz, siz nihoyat siliq va ilmiy usulda samimiylik bilan tuzitish bering. Hargiz mushu fursatda o'zingizni ko'rsatib olmoqchi bo'lmang. Chunki boshqalar sizdan ko'p aqlliq. Ular sizning g'arizingizni darhol bilib qoladi. Natijada o'zingiz razil bo'lasiz. Agar siz biror kishiga nasihat qilmoqchi bo'lsangiz, nasihatni to'pda emas, cho'qim uning o'ziga shaxsiy qiling. Hargizmi to'pda birovga nasihat qilaman deb ahmoqlik qilmang. Agar shunday qilsangiz, siz kishilarning nafratidan boshqa hech narsaga erisha olmaysiz. Chunki bunday qilish payg'ambarimizning bizga o'rgatgan axloqiga zid ishdir. 10. Boshqalar haqida hukm berishga aldirmaslik. Bizda ditimizga yoqmagan kishilarga biror qalpoq kiygizishga aldirish psixikasi xeyli ig'ir. Ziyolilar o'zining ditiga yoqmagan kishilarga Xitoyning jasusi degan qalpoq kiygizdigan. Ahli ilmlar o'zlariga o'xshash fikr qilmaganlarni yoki o'zlari bilan qarshilashganlarni munofiq deb ataydigan ahvollar ko'p ko'rilmoqda. Bir odamning shon sharfi uning hayotidir. Bir odamning xalq ichidagi obro'yini yo'qotish uni o'ldirgan bilan teng. Onun üstüge töhmet qilish, laqam qo'yish, yuzini to'kish qatorliq qilmishlar dinimizda eng bak sökilgan, Alloh taolo eng qattiq azob bilan ogohlantirgan qilmishlardir. Musulmon odam eg'izdan chiqayotgan so'zga albatta diqqat qilish lozim. Eg'izdan chiqqan yoki yozma orqali tarqatilgan yomon so'zlarning hisobini bermak o'ng'ay emas. Alloh taolo hammadan bir-birlab hisob oladi. 11. Dinimiz va milliy davoyimizga foydali yozmalarni ikkilanmasdan tarqitish. Ba'zi kishilarning yo dinimizga yo milliy davoyimizga foydasi yo'q, ahamiyatsiz bir narsalarni birovning boshqa bir ustidan qilgan g'ayvatlarni tarqitib yuradigan, ammo tarqatsa savob bo'ladigan temalarni tarqatmay o'tib ketishiga hayron qolaman. Hatta yaqin do'stlar, bir kasbdagi kishilar, bir yo'ldagi o'ylamonlar, bir sabtdagi ziyolilar bir-birining yozmalarini ancha tarqitishib ketmaydi. Onundan ustuq bilan o'tib ketib, boshqasini tarqitadi. Buning sababini bilmayman. Ammo ular to'g'riliq yomon gumon qilmayman. Balki bizdagi yaqindagi mulla jamulla, yiroqdagi mulla ching mulla deydigan safsatining ta'siri bo'lishi mumkin. Aslida har sohadagi kishilar bir-birining yozmalarini keng tarqitsa, ularning orasidagi yaqinlik ham nafaslik texmi gullandi. Ulardagi o'rtaq mudda g'albiga qarab yo'l oladi. Öz aradagi kishilar bir-birini qo'llashmasa, ularni boshqalar qancha qo'llab ketar? Yana ba'zi kishilar o'zlarining yozmasidan boshqasini qat'iy tarqitib qo'ymaydi. Hatto yurakni berib qo'ymaydi. Men mashinamni o'ngishtirgan bir yamanlik remontchi arab tanishim bor. U kishi mening nima yozganligimni, nima so'zlaganligimni tushunmay turib, qandaqli bir narsa chiqarsam hamon tarqitib qo'ydi. Qozog'istonda meni ko'rmagan nurg'un kishi yozmalarimni, so'zlarimni tarqitib yuriydi. Almutada bir nemis, yana bir o'rus ikki qiz Facebookka qandaqli bir narsa chiqarsam darhol tarqitadi. Bularni muhabbetimikin deb qamanglar. Bular qiynanamning qo'shnilari ekan. Bu kishilar mening yo'llagan narsalarımni qat'iy tushunmasmi, menga ishonch qilib, meni foydali narsa yo'llaydi deb tarqitadi. Afsuski, men hamisha uchrashib turadigan, meni eng yaxshi taniydigan do'stlarim, yuragimdan ixlos qilgan o'ylamalarim ichidan ko'p kishilar mening chiqargan narsalarimni tarqitib qo'ymaydi. Meninkini emas, ular bir-birininkini tarqitib qo'yishmaydi. Buni misol uchun keltirdim, xolos. 12. Tarqitishda, bahlanishda, yurak berishda do'ramchilik qilmaslik. İctimai uçur vasitlarida biz ko'p uchirtib kelayotgan bir salbiy ahvol biror yozmaning yoki nutqning qimmatini, ahamiyatini va foydali yoki emasligini o'lchamayla, hatto o'qimayla boshqalarni do'rab tarqitib qo'yishdir. Bu intayin chaqiniqlik va maydonsizlikdir. Bu sendin men qilamanmi yoki palonni tarqitibdi menmi tarqitay deydigan do'ramchilikdan iborat tetiqsiz mantiqining mahsulidir. Chunki to'plarda ko'ryotamizki, birov bugun mening tushim buzilib qopti deganga o'xshash yoki tamoq yeyotgan rasmini tarqatgan o'xshash boshqalar bilan qilcha aloqasi yo'q yozmalarga, birovlarning g'ayvatini qilgan yozma va ovozlarga yurak berib tarqitib yurganlar ko'p. Ularning to'lisi buni o'zining qoyil bo'lganligidan emas, faqatla boshqalarni do'rab shunday qiladi. Chunki u ko'pdan qolsa bo'lmaydi-da. 13.
Köpkə köp bolğanlıq uchunla əgəşməslik. İctimai uçur vasitələrdəki yana bir səlbi əhval əsərinin əhəmiyyətinə qaramay faqatla köp sonliqqa əgişib iş görüşdür. Köp adam bəhrləngan, köp adam tarqatqan və köp adam yürək bəgən nərsinin hər zaman qimmatli nərsi bolmaslığı, hətta qılç əhəmiyyəti yox nərsi bolışı mümkün. Köp adam qo'llagan narsa yaxshi narsa yoki to'g'ri narsa deydigan qonuniyatmi yo'q. Alloh taolo Qur'on Karimda buning aksini deydi. Ularning ichida mo'minlarmi bor. Ularning to'lisi dindan chiqib ketgan fasiqlardir. Ularning to'lisi aqlini ishlatmaydi. Lekin ularning to'lisi haqiqatni bilmaydi degan oyatlar buning misoli. Alloh taolo yana aniq qilib mundaq degan: Agar sen yer yuzidagi kishilarning ko'pinchisiga itoat qilsang, ular seni Allohning yo'lidan ozdirib. Ular faqat parazgili agishidi, yolg'onni so'zlaydi. Hindi diniga e'tiqod qiladigan va kalga cho'qindiganlardan bir qancha million, hatto Arafatga to'planadigan hojilarning sonidan 2-3 hassa ko'p kishi bir vaqtda Hindistonning shimolidagi Ganj daryosida yuyinish orqali o'z gumonicha gunohdan paklandi. Agar haqiqat ko'p sonliq bilan yoki ko'p kishilarning ayishi bilan o'lchinadigan bo'lsa, hindilarning kalga cho'qinishni muqaddas biladigan diniy haq din bo'lib qolmamdi. Aqli bor odam barcha maxluqotdan ulug' va hurmatlik yaratilgan. İnsanning kalidan iborat bir hayvonga cho'qinishni va uni suyib silab ulug'lashni qat'iy rad qiladi. Davomi bor. 2019 yil 5 aprel Saudiya Arabistonida yozildi.